Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı yerlerde kerimdaşlarım. Hemme'larınki muşu vakti ve bununki vakti hayırlık bolsun. Bugün biz tedbiriyay şerh bilen garip arlıqıda İslam degan mana kitaptan Ali İzzet Begovich'ninki kitabıdan kelgen yerimizge devam qilamiz qadirli qarindoshlar. Bugün biz ikinci kısım, kitabın ikinci kısmı İslam iki kutuplukның birligidir degan ikinci kısmıdın ögünüp kelgen yerimiz 7. bab Musa, İsa, Muhammed'ni ögünüp boldak. İkinci kısmının ismi İslam Koş Kutupluk Birlik. Bunun 7. babını tükettik. Şimdi biz 8. babga keldik qadirli qarindoshlar. Bu kitapның birlikte ögünümüz yine bir 3-4 yine bir 5 ders, yani 4 ders ögensek manına qoşup 5 ders bu kitap tügeydi ekan qadirli qarindoshlar. 8. bab İslam ve din. Namaz İslami dünya qarışının bir ifadesi buluş bilen birge İslamның dünyanı qandaq tertipke selish maqsadini ko'rsatdi. Namazda ikki narsa uyushtirilgan bo'lib, biri ikki xil ebedi insani mayillik, yana biri bular mantiq nuqtasidan bir-biridan farqli bo'lish bilan birga inson hayotida birlashadi. Pokizlik bo'lmay turib namoz bo'lmaydi, jismoniy va ijtimoiy tirishchanlik bo'lmay turib ma'naviy hayotmi bo'lmaydi. Namaz İslam'ın iki kutupluk birliğinin en mükemmel ifadesi bulup bu münasebetini belgeleydiğen formula ve simvoldur. Namazda taharetsiz kılgılı olmaydı. Gayri Müslümanlardaki ibadet bolsa bazı Hristiyan ve Hindi tarikatlarda körülgünü okşaş meynetlik soğutu bilen birlikte elip verildi. Bu tarikatlarının royuğa asaslanganda hemmisi dini mahiyetki ige bedenini taşlip etiş, manevi hayatını mollaştırdı degenini aldığı pilağı çıkardı. İbadet prensip noktasını elip etkanda cismani şehvetlerden kançılık pakizlansa koşturnak kişide şunçılık hakiki buludu dep karılıdı. Bedengi karıştırış kançılık takitlense manevi hayat mı şunçalik ta'kidlangan bo'ladi. Yani ruhaniylikni targ'ib qiladi demoqchi. Bunun izohatida ibadetning bu tarafini ta'kidlagan chirkov ulamolari orasida ifodasi eng ro'shan bo'lgani Havvari Yaqub bo'lib, bedenni tashlab etish xususida radikal qarashlarni o'ttirib qo'yganligi tuvandagi qurlardan oydinlashadi. Pokizlikdan nafratlanadi va jirginatdi. Azizler erlerge okşaş ayallarımı su yolundan ütüp kalmaganlarını hesapka almaganda soğuk yakın kelmeydi dep pəxirlənətdi. B. Russell Garip Felsefe Tarihi degen kitaptan elinibdi. Taharet ve hareketlerde namazının akli unsurları bağ bulup, bula yalğız ibadet bulup kalmasından intizamdır. Yani tasavvuplu bulup kalmasından emeli hayat süpütüde otturuğu çıkıdı. Tan seherde soğuk su bilen salkındaş ve imamının kendi red seplerde turup namaz kılışka hakikaten herbi tüzümge okşaş intizam var. Kadisiye uruşunun harpsıda Parislarının herbi nazaretçisi Irak'tan Müslüman askerlerini cemaat şeklinde Bamdad namazını okuvatkanda körgende Müslüman armiyası ta'lim terbiye elip berip etipdi dep yuqoriga doklat yazgan iken. Bu J. Rissler La Civilization Arabi diyenin 35. beteden elinipdi qadirli qarindoshlar. Namazdaki hareketler addi ve aslı bulup gimnastika okşaydı. Namaz günde 5 qitim bedeninin en köp meynet bulungan kısımlarını yuyuş yaki boy tahareti bilen birge horuluk ve boşanlığa karşı kattık tedbir alıdı. Namazın bu akli tarafını tadqiq qilgan vaqtimizda onun birli tarafi yo'qligini ko'rib olaymiz.
namazda iki taraflik alaydı ta'kidlanadi. Namaz tazılıktan ibaret. Tazılık ma'lumat buluş birge faziletidir. Tazılık ma'lumat buluş birge fazilettir. Rosso onun gibi iken. İslam tazılıkni metot noktasından İslami süpütüde körüdü. Bunun neticesi bolsa İslam tazılıkni fikir seviyesi kütürüp organik halda namazga bağlaydı. Kur'an-ı Kerim'de Allah en yaxşı görüdüğün kişiler ruhi ve cismani cihetten en pakiz bolgan kişilerdir. Kur'an-ı Kerim Sure Bakara'nın 222. ayeti diken kadarlı kırımdaşlar. Selam vahiy. Hayatına koşatan güzel. Muafiyetlerine güzel olsun. Maşallah. Duayım. Teşekkür ederim. Dursun Barutçu hocam. Allah sizden de razı olsun. Demek ki pakizlik imanın cümlesinden bulup bu fakat İslam'da da ta'kidlanadi. Başka dinlerde bu olsa beden itibarı ilinmaydı. Bu gapning izohati nima ekan desa, Rim medeniyetinin umumga echib etilgan hamam ve arishonlari Hristiyanlıkның ta'sir doirasining kengishi bilan yo'qolishga boshlagan edi. Onun ustiga chirkov hamamlarni taqatqizib o'rniga monastir qo'ygan. Bularning hech biri tasodifiy o'ttirga chiqib qolgan ishlar emas. Ramazanda kılınılan teravih namazıda selametlik ve tibbi bir gaye maksat kılındı. Mundaq ahval fakat İslam'da da mümkün buludu. Namaz her günü muayyen saatlerde ve muayyen caylağa Kabe'ye bağlılık buluş arkalık dini mentıkı zıt halda tabiat ve hareketler bilen mas münasebetki kirgizilgen. Namaz vakitleri ruzu ve hecge okşaş bazı astronomiyalik hakikatlerine asasen bekitilgen. Neticede namaz makan zaman dünyasının işbadlarından biriga aylangan. Makan ve zaman içinde namazның muvafiq vaqt içinde kılınış zürüriyeti İslamның dastlabki mezgillerde astronomiyanın tez sürate terakki kılışını taqazza kılgan idi. Asıl maqsadının muşundaq ekanligini qabul qilishimiz uchun ko'plagan sabablar bor. Namazning bu ma'nosi tırnaq ichida bu dunyolik amaliy tabiiy ma'nosini ko'rsatdi. Ya'ni namazning jamoat bilan qilinishi ijtimoiylikqa ega bo'ladi. Jamoat bilan qilingan namazning maqsadi insonlarning ibodat maqsadi va shaxsiy munosabatlarning vositasiz o'rnatilish uchun bir yerga elib kelishdan iborat. Bu sebepten cemaat bilen kılıngan namaz şahstin halkıgan bulup her kandak vasıtaga uçuk aşkara karıştırdı. Turmuş insanlarını birbirinden ayırıp taşlısa came insanlar kaytedin bir yerge cem kılıdı. Came birlik, beraberlik, yaxşı niyet makanıdır. Namazın bu ictimai maillikini yani ictimaileşiş baskıçını cüme namazı tamamlaydı. Cüme namazı şehirge has siyasi bir namazdır. Onun asaslı kısmını umumen siyasi bir çağırık maitide boğan hutbe teşkil kılıdı. Hristiyanlar cüme namazını ibadet maitidin yirak deb qaraşma mümkün. Bu ifade Hristiyanlık noktasından muvafiq, bırak İslam noktasından doğru emas. Birisi işini çekti kadarını kırmışlar. Dinin İslam'a aylanışı zakatta alaydı geldiğinde. Muhammed Aleyhisselam Mekke'deki mezgillerde zakat namuratları halisane verildiğin yerde yani sediki şekilde idi. Medine cemaatinin şekillenişi bilen şu mezgil geçe
faqatla ma'naviy bo'lgan jamoatning davlat bo'lishi yo'lidagi tarixiy fursat kelganda Muhammed Aleyhisselam zakatni qonuniy mas'uliyat sifatida namratlar uchun boylardan ilingan baj. Bilishimizcha tarixda tunji qatim namratlarning foydasini ko'zlab ilingan tunji baj sistemasi tüzümü yo'lga qo'yilishga boshladi. Tüzümünü yo'lga qo'yishga boshladi. Hristiyanlık sadiqi muassasasining oldiga majburiyat ishorati qo'ygan bo'lsa, islom jerislarning La Civilization Arabi nomli asarida mecburi sadiqa deb atagan zakatni yo'lga qo'ygan. İbadetni namoz shakliga kirgizgan o'xshash prinsip endilikda sadiqini zakat yoki dinni İslam shakliga kirgizgan. İslamda zakatning e'lon qilinishi bilan zakat ijtimoiy harakat sifatida o'tirg'i chiqqan. Zakat Medinede cemaatning tashkillanishi natijasida haqiqiy ma'noga ega bo'lgan. Mekkede nazil qilingan oyatlarda zakat faqat 8 yerda uchraydi. Medine'de nazil kılgan ayetlerde 22 qatim tilg'anadi. Bu hakikat zakat muassasasının bu mahiyetiga ro'shan dalil bo'la oladi. Bana Muhammed sirtda zakat birli taraflik bo'lmagan hodisaga javob bo'lib, bu hodisa namratlikdir. Namratlik faqat ijtimoiy hodisa emas. Chunki namratlik yolg'iz mahrumluklu bulmasdan rezillik mi hesaplanıdı. Mahrumluk onun taşqi görünüşü bolsa, günah onun içki tarafidir. Bundak bo'lmaganda bay devletlerdeki namratlıkni qandaq izahlıqlı bolsun. Statistikalarga asaslanganda 20. asrning 2. yarımida insaniyetning 3/1 yetersiz derecede uzuqlanadi ekan. Sizce sebebi nima? Şaraitning yo'qligimi yoki merhametning susluğumu? Namratlık meselesini hal qilganda chuqum xatolikning e'tirof qilinishiga ahamiyat berilishi kerak. Bana Muhammed yo'q dedim. Yani pişman bo'lishni taqozo qilish lozim. Her qandaq bir ijtimoiy hal qilish usuli, insoniy hal qilish usulini o'z ichiga elishi to'limi zarur. Bu sebepten cemiyetteki münasebetlerinin emas, kişiler o'ttirisidagi münasebetlerini o'zgartish kerak. Bu holdaki hal qilish usuli insonlarni tarbiyalash meselesi bo'lish bilan birga milliy daromadning adil holda taqsim qilinishi, tarbiya, sevgi, ijtimoiy siyosiy tadbir meselesi bo'lishi lozim. Yoksulluk ijtimoiy mesele bo'lish bilan birga gunohdir. O mal mülkning yo'tkilishi bilan hal bo'ladi. Lekin shaxsiy tirishchanlik, g'ayrat va yaxshi niyat cho'qim shart. Chunki mal egalari o'zgarib besim arzusi bilan o'chmanlik va nafrat insonlarning ruhlarida qilib qolsa, amaliyotda hech qanday bir ish vujudga chiqqan hisoblanmaydi. Hristiyan dininin inqilabları bilen sosyalist inqilablarının muvaffaqiyatsizliklerinin sebebi del bu noktada yatıdı. 2000 yıldan beri dünyada rezilliknin miktarı hiç azayıp bakmadı. Ne ilahi ne inqilabçı bir devlet maqsadiga yetemedi. Camus. Tarixda dini inqilablar haddidan ziyade dini tusga ega bo'lgan bo'lsa, ijtimoiy inqiloblar o'xshashli haddidan ziyada ijtimoiy tusga ega bo'lib kelgan. Siyosat va zo'rliq zumbuluqdan qanchalik ko'p voz kechilsa, dinning texmi ko'p diniy bo'la oladiganligi tushunchasi hukmron edi. Sotsializm bo'lsa insonlarga zo'rliq zumbuluqning birdan-bir chiqish yo'li, marhamatning bo'lsa aldamchilik ekanligiga ishontirishni eng cho'ng vazifasi sifatida ko'ratdi. İnsanның siyaset bo'lsa dinga, axloq bo'lgan siyosatga yoki ijtimoiy mas'uliyat, baj bo'la oladigan sadiqaga ehtiyoji bor. Biz bu jumlada zakatning izohatini ko'rib olaymiz.
Zakatta insani alaylıklar eksiltiyor. Zakatның bac yoki kishilar orasidagi xolisona bir amal bo'lishi insonlarga bog'liq bo'ladi. Chunki zakat pul sanduqlari bilan birlikda ko'ngillar va qalblarning ichilishini taqozo qiladi. Zakat yuqori seviyelerden aqqan nihoyatda keng bebaho boyliqlar daryosi bo'lish bilan birga qalblarni, insonlarning ko'ngillarini bog'laydigan shafqat va yordamlashish ruhidir. Zakat namratlarning namratligini, boylarning beparvoligini va marhamatsizligini hal qiladi. İnsanlar arasidagi moddiy farqni azaytib, bir-biriga yaqinlashtiradi. İslamның maqsadi boylikni yo'qotish emas, balki namratlikni tugutishdan iborat. Bu yerdagi insonlar orasidagi moddiy farqni azaytib, bir-biriga yaqinlashtiradi degan gapning izohati. Bevosita bo'lgan ijtimoiy mudohala insondan insonga emas, davlatning vositasi bilan ijtimoiy adolatga yetadigan eng unumli yo'ldek ko'rinishi mumkin. Lekin ijtimoiy organlar g'ayri shaxsiy kimliklari insonlarning beparvoligi va marhamatsizligi bilan mustahkam bir jamiyatning asoslarini tavritib qo'ydi. Undaqda namratlik degan nima? Undaqda namratlik degan zodi nima? Normal turmush uchun lozimlik narsalarning yo'qligi yoki cho'qim lozim bo'ladigan eng tuban miqdordan texma az narsalarga ega bo'lishdir. Turmush uchun eng tuban miqdor bo'lsa tabiiy va tarixiy kategoriya bo'lib, kishiga va oilasiga, jamiyatning taraqqiyot saviyasiga ve maddi sharoitlarga muvofiq holda maddi ve kültür ehtiyojlarining ta'minlanishi uchun yetarlik mal dunyoning yig'indisini tashkil qiladi. Bu sababdan jamiyatning vazifasi barobarlik amalga oshirish bo'lmasdan oldi bilan hamma odamni zarur bo'lgan eng tuban miqdor bilan ta'minlashdan iborat. İslamning ijtimoiy tadbirlari namratlikning tugatilishini ko'zlash bo'lib, mal mülk beraberlikini talep qilmaydi. Çünkü bu ahlaki ve iktisadi noktadan yolluk körüstüdüğün qarash ve teşebbüslarının kımmeti gumanlık. İntizamchan bo'lgan her qanday bir cemiyet ahlaki ve insani buyruklardan sırt, küçlük buyruklarının tesiri astida yaşaydı. Bu sebepten İslami cemiyet fevkalade yukarı derecede hem insani hem de küçük buluş gerek. İnsaniyet düşünceleri bir cemiyetin mevcutluğuna xavf elip gelse, ya ki küçük münasebetlik düşüncelerine haddinden ziyade ehemmiyet beriş, erkinlik, kanun ve insani prensiplara dehli taarruz bolsa, ondaq cemiyet İslami bulmaydı. İslam cemiyetinin ideologiyası bir-biriga zid bu işki mayillik, yöneliş ve taleplerinin kesişiş noktası bilen belgilengen buludu. Bu mezmununu qayta o'qay qadirli qarindoshlar. İntizamchan bo'lgan har qanday bir cemiyet, ahlaki ve insani buyruqlardan sırt, küçlük buyruqlarının ta'sir ostida yaşaydı. Bu sebepten İslami cemiyet fevkalade yukarı derecede hem insani hem de küçük buluşu gerek. Tamam. İnsaniyet düşünceleri bir cemiyetin mevcutluğu xavf elip gelse, ya ki küçük münasebetlik düşüncelerine haddinden ziyade ehemmiyet beriş, erkinlik, kanun ve insani prensiplara dehli taarruz bolsa, ondaq cemiyet İslami bulalmaydı. İslam cemiyetinin ideologisi bir-biriga zid bu iki mayillik, yöneliş ve taleplerinin kesişiş noktası bilen belgilengen boludu. Günümüzde zakatga münasebetlik bes münazirler asaslıqqa qaysi maldan qanchalik elish meselesiga merkezleşip kaldı. Lekin zakat meselesi üçün nisbet ve sanlardan bekirek mühim bo'lgan husus yordamlashish prinsipidir. Yani cemiyetinin bay tabiqisinin namrat tabiqisi aldığı mesuliyeti buluş prinsipidir. Hiç şüphesiz ki şundak bir gün kilidu ki
haqiqiy islomiy tuzum barpo qilinganda mazkur prinsip amililishidi ve bu jarayonda din olimlari bütün gücü bilen bas munozara qilayotgan zakat nisbati masalasiga uncha bo'la ahamiyat bermaydigan bo'ladi. Bu g'oyaga boylarning zakatlarini namoratlarning ehtiyojlariga muvofiq holda bergan ahvolda yetkili bo'ladi. Namoratlarning haqqi bo'lgan zakat Qur'on 70-surening 24-25 oyatida başka haqlarga o'xshash zarur tepilganda mecburi elinadi. Bunun izohati iqtisod ilmi sohasidagi ilmiy tadqiqotlar bilan 1976 yili Nobel mukofotiga erishgan Milton Friedmanning manfiy baj haqidagi qiziqarli fikriga bir qur nazar silib boqaylik. Buningga asoslanganda moliya o'rinlari kirimi az bo'lganlarga manfiy baj to'laydi. Pullar unumsiz ve chiqimi favqulodda yuqori bo'lgan ijtimoiy xizmatlarga sarf qilinishning o'rniga haqiqiy muhtojlarga tarqitib berilgan bo'lsa edi, Amerikada nomratlik allburun tugab bo'lgan bo'ladi. Friedman bu qarashi zakatni eslatadi. İslam'ın amaliy sohasiga qo'yilgan ve odat holatiga kelgan bu buyruq bazı manbalarga asoslanganda Qur'oni Karimda 82 qatim qayd qilingan. İslam'ın amaliy sohasiga qo'yilgan ve odat holatiga kelgan bu buyruq turtkisida musulmon jamiyatida vahbe muassasasining tarqilishi bilan sukunatlik bir inqilob vujudga chiqqan. Mazkur muassasaning tarqilishi ve ahamiyati nuqtasidan boshqa bana fakat yapanlı mı diyor. Yani vakıf doğruluk yapıladığı zakat barısıda. İslam'ın ameli sahasıga qo'yilgan ve adet haltı kelgan bu buyruq bazı manbalarga asoslanganda Qur'on Karim 82 qatim qayd qilingan debdi. Bu buyruq turtkisida, zakat turtkisida musulmon jamiyatida vahbe muassasasining tarqilishi bilan sukunatlik bir inqilob vujudga chiqqan. Mazkur muassasasining tarqilishi ve ahamiyati nuqtasidan başka medeniyetlerde bunun o'xshash muassasasi yok. Asasen tügüdek bütkül Müslüman devlet umumның menfaati üçün zor derecede mal mülkni vahbe haletiga keltirgan. Qur'onda vahbe aniq zikr qilinmagan bo'lib, bundaq bo'lishi hargizmi tasodifiy emas. Vahbe yaratilmish ruhining mevasi ve zakatning tarbiyaviy ta'sirining bir natijasi sifatida maydonga keladi. Bu insani muassasa bazı mühim ictimai g'oyalarning kuch ishlatmay turibmi amalga oshadiganligini ko'rsatib beradi. Axloq asos qilingan, lekin moddiy qiymati bo'lgan vahbe iqtisodiy sohada ahamiyatli ishlarning moddiy manfaat ko'zlanmay turibmi maydonga kelalaydiganligini ko'rsatib beradi. Bu xususda vahbe muassasasi tabiiy iqtisod qonunlariga zid bo'lgan bo'lsa, siyosiy iqtisod nuqtasidan benormal hisoblanadi. Biroq ikki tarafdagi insofliq bir iqtisodiy kategoriya nazarga ilinganda vahbe tipik bir islomiy muassasa sifatida o'ttirg'i chiqadi. Vahbe insonlarning sharoitini shaxsiy tirishchanligiga tayinib o'zgartish orzusiga ba'zi kishilarning ilgari surgunidek acaba salbiy ta'sir ko'rsatamdi? Hammamizga ma'lumki, shaxsiy tirishchanlik va o'z kuchiga tayinib hal qilg'ili bo'lmaydigan nurg'un ishlar bor. Masalan, tug'mamayib tabiiy ofatlar qatorliqlar.
Bunundan başka zakat bu hususta bütkül medeniyetlik ve medeniyetlik bo'lmagan jamiyatlarni tashabbus qiladigan yordam shakllaridan farqlanmaydi. Amerikada 1965 yillik Hamchotdan Namrat Amerikaliklarga yordam qilish uchun 1 milliard dollar ajratilgan. Yani yıllık kirimi 2000 dollardan az bo'lgan tabiqa o mezgilde 35 milyon Amerikalikning bu kategoriyaga kirganligi taxmin qilingan debdi. Bu yordamning dunyoning eng boy davlatida insonlarning xizmat irodasiga manfiy ta'sir ko'rsatishdan hech kim andish qilmaydi. Namoz ve zakat haqidagi bu analizlar bularning ichki dualizmni ko'rsatdi. Sırttan qarag'animizda bularning islomning qurilmasida o'xshamagan yerlardan o'rin olganligi ko'riladi. Namoz ma'naviy, zakat ijtimoiy mohiyatga ega. Namoz insonga, zakat bo'lsa insonlarga yuzlangan. Namozning xarakteri shaxsiy, zakatning xarakteri ijtimoiydir. G'oyalarim farqli bo'lib, birining subyektiv, yana birining obyektivdir. Namoz tarbiya vositasi bo'lgan bo'lsa, zakat tuzumning bir qismidir. İslam alimleri şəxsi ibadet bo'lgan namoz bilan onunğa o'ng tanasib bo'lgan ve bir xil ijtimoiy harakat shakli bo'lgan zakat o'ttirisida birlik bog'ligi haqida asosan birdek qarashga ega. Bu xususda olimlarning ko'pinchisi zakat bo'lmay turib namozning qimmati yo'qligini ilgari surdi. Namoz bilan zakat o'ttirisidagi birlik Kur'an-ı Kerim'nin bu ikisi o'ttirisidagi munosabatni izchil ta'kidlashi natijasida jazmlashtirilgan. Abdullah ibn Mas'udning rivoyat qilishicha Payg'ambar alayhissalom bunday buyurgan: namoz qilish va zakat berish sizlarga farz qilindi. Zakat bermaganlar namozdan nasibisini olmaydi. Bu hadisdan din bilan amel, insan bilan insoniyatni ayirishning cheklanganligini ko'rib olaymiz. Hazreti Abu Bakr mo zakat berishni rad qilgan bir qabilaga kuch ishlatishni qaror qilganda o'xshash nuqtani chiqish qilgan edi. Rivoyat qilinishicha Hazreti Abu Bakr mundaq degan: Allohga qasam qilamanki, namoz bilan zakatni ayirgan har qanday kishiga qarshi jihad ochaman. Namoz qilinglar ve zakat beringlar. Formula iman aytinglar ve yaxshi amallarni qilinglar degan texmo keng doiralik ve umumiy bo'lgan ikki qutupluq, ya'ni bir formulaning alohida shaklidir. Bu formula bo'lsa Qur'oni Kerimning diniy, axloqiy ve ijtimoiy buyruqining asosli ifoda shakli. Ya'ni izoatda 8 izoat Kur'an'da mundaq bir xususiy qayd qilinadi. İman eytib yaxshi amallarni qilgan ve namoz qilib zakat berganlar Rabblari oldida ajri bordir. Ularga andisha ve qo'rqish yo'qdir. Kur'an 2. surening 277. oyati. Bu formula bo'lsa Qur'oni Kerimning dini, əxlaqi və ictimai buyruğunun asaslıq ifadə şəkli və İslamның tayançı bolğan və başqa hər qandaq nəsə orunu basanmaydığan bu iki türlükni təkidləydi. Bunu İslamның birinci və ən yüksək kanunu desək buludu. İslam iki kutupluq, bir birlik ega. İslamğa kiriş ilani mahiyetindeki şahadet şahitler huzurunda eğitildi. Bu şahadet hareketinin iki ma'nilik bo'lishning natijasidir. Bu ilan orqali ma'naviy jamoatga beqindilik amalga oshgan bo'ladi. Bu hareket yana ijtimoiy, siyosiy jamoatga a'zo bo'lish hisoblanadi. Buning ma'naviy tarafi bo'lib qolmasdan qonuniy tarafi mo bor. Undaq bo'lmasa bir dinga kirish uchun shahidlarga kerak qolmaydi. Çünkü bu insan bilen Allah arasındaki bir husustur. Yeni kilip bu hususta niyetle kifoya qiladi. Başkalarının huzurida ilan qilish bo'lsa teşvik amili bo'lib, başka sap dilla bu ahvolga kerak yo'q deb qaraydi. Bunun o'xshash ahvol İslami
ro'zadimi ko'riladi. Buningga o'xshash ahvol islomda ro'zadimi ko'rinadi. Ro'za tutish musulmonlar tarafidan har vaqt barobarlikning ifodasi sifatida ko'rilib kelgan. Şuna jamiyatda buningga sal qaralgan ishlar yuz berib qolganda, xalqning darhol bu ishga darhol inkas qaytarishning sababi mushu bo'lsa kerak. Ro'zaga sal qarash jamiyat hamkorligining ziyonga uchrash sifatida ko'riladi. İslamda ro'za tutish faqat diniy bir xusus va bir insonning shaxsiy masalasi bo'lmasdan ijtimoiy mas'uliyatdir. Dini bir qoidaning mushundaq muomala qilinishi boshqa har qanday dinda mumkin emas. Taqvolik bilan xushalliqni va ba'zi ahvollarda orzu istakni birlashtira oladigan islomiy ro'za dunyoda har qanday vaqtda tatbiqlangan tarbiyaviy tadbirlar ichida eng tabiiy va eng unumli ro'za hisoblanadi. Uni podshoh sarayida bo'lganiga o'xshash yezi qishloqlarda bir faylasufning uyida bo'lganiga o'xshash bir ishchining uyidami uchratqili bo'ladi. İslamning 5-sharti bo'lgan haj zodi nima? Dini murosim, savdo yarmankisi, siyosiy yig'inmi yoki hammasi birlikdami? Haj nihoyat ro'shan holda dini murosimdir. Biroq islomiy tariqada bo'lib, ham buni hamda ishning yana bir tarafini o'z ichiga oladi. İslamning dualizmlik alayidligi nurg'un joyda namoyon bo'ladi. Qur'oni Karimdagi buni oyatga nazar solib baqaylik. Alloh sizlarni sabarlik qasaminglar uchun javobgarlikka tortadi. Bunda qasaminglarni buzsanglar, uning kafarati oilanglarga beradigan o'rta darajalik tomoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga bedenini yuvib turadigan bir qo'r kiyim berishdir. Yoki bir qo'l yoki bir cho'rini ozod qilishdir. Kimki bunda qilishga kuchi yetmasa 3 kun ro'za tutishi lozim. Bu ana shu ichgan qasaminglarni buzganliklaring kafaratidir. Qasaminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelmas qasam ichib vermanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Maide surasi 89-oyat. Mening bir izohat beribdi bir hadisda mundaq deyiladi. Sizlardan biringlar biror yomonlik ko'rib qolsa, uni qo'li bilan o'zgartsin. Buningga kuchi yetmasa tili bilan, buningga kuchi yetmasa qalbi bilan uningga qarshi chiqsin. Lekin bu iymonning eng ojiz alomatidir. Mazkur hadis bu yerde bu oyatga mos keladi debdi ustoz Ali Izzat Begovich. Tashqi dunyoda foydali bo'lgan ijtimoiy amallarga ahamiyat beriladi. Biroq bu mumkin bo'lmagan ahvolda ma'naviy bir harakat uning o'rnini oladi. Bu yerda ro'za tavba, kafarat va ibodat shaklidir. Yoki Tevrat intiqom ilishqa, Injil api qilishga buyurdi. Qur'onda bu atomlardan qandaq bir tarkib molekula meydonga keltirdi. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik cheqilsa, shunchalik cheqilmay ashurvassang bo'lmaydi. Kimiki intiqom ilishga qodir turuqliq api qilsa va o'zi bilan yomonlik qilguvchining orasini tuzisa, onun ecrini Allah beradi. Allah hakikaten zulüm qilguvchilarni dost tutmaydi. Shura surasi 42-oyat. Yana bir joyda birlik qayd qilindi. Ey Muhammad, biz sana o'zidan ilgari samaviy kitoblarni e'tirof qilguvchi va ularga shohid bo'lguvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad, ularning orasida Allah sana nozil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Allah xohlasa, albatta sizlarni bir ummat qilatdi. Ya'ni bütün insonlarni bir dinda qilatdi. Lekin Allah sizlarga bergan shariatlar orasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga aldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaydisizlar.
Sizler ihtilaf kılışkan narsalarni, onun qaysi haq, qaysi naq ekanligini Allah sizlarga aytib berdi. Maide suresi 48. ayet. Kadirlik qarindoshlar. Yoki ey müminler, Allah sizlarga halol qilgan pok narsalarni tarki dunyo bo'lish yuzasidan o'zingizlarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshquchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Maide suresi 87. ayet. Bu noktadan qaraganimizda İslam insanlarga zeminning bütün boyliqlarini cheklagan din emas. İslam to'piga la'nat o'qimaydi. Suv bo'lmay qolsa to'pi bilan pokizlanishni buyuruydi. Tayammum qilishning ma'nosi balkim bu bo'lishi mumkin. İslam bazı muasseseleri ismi, şekli ve menbesi noktasının dini alaylık ega. Aslida bular İslami buluş bilen özünü namayan kılıdı. Pakizlik buyruğu yoki haraq çeklemesi bu kategoriyaga kirdi. Bundaq buyruqlarning menbesi aslida din bo'lmaydi. Bu tashqi, moddiy yoki ijtimoiy turmushga berilgan ahamiyatni chiqish qiladi. Ular kültürünün bir qismi bo'lmasdan madaniyatda o'z ifodasini topadi. Kunimizdagi cho'ng shaharlarni mayli shaxsiy tozalik bo'lsin, mayli ommaviy tozalik bo'lsin, bular bo'lmay turib tasavvur qilish mumkin emas. Haraq bo'lsa, fen texnika va shaharlashish uçqandak taraqqiy qilayotgan davrda eng og'ir masala sifatida o'ttirg'i chiqmoqda. Yuqorqi mulohazalardan İslam tabiiy holda san'at va fen texnikining butunlashishiga moyil keladi degan xulosani chiqara olamiz. Bu birlik eng jonliq shaklda binokorlikda namoyon bo'ladi. Amaliyotda İslam buyuk san'atlar ichida eng ko'p binokorlikda aks etgan. Bunun binokorlikning hech bo'lmaganda saf san'at yoki umumiy san'at bo'lishdak adoyligi sabab bo'lgan. Bu izohatda Kenneth Clark uni ma'lum bir yerda insonlarning hayotini texnik ma'no qilishga imkoniyat yaratib beradigan san'at, hatto ijtimoiy san'at sifatida ta'riflaydi. K. Clark Madaniyat 242-bet. Yani bu yerde saf san'at yoki umumiy san'at deb ayırgan bo'lsa, bu yerde insanların hayatını texnik ma'no qilish imkoniyati yaratib beradigan san'at, hatto ijtimoiy san'at sifatida ta'riflaydi. Yani bunun binokorlikning hech bo'lmaganda saf san'at yoki umumiy san'at bo'lishdak adoyligi sabab bo'lgan. San'at insondagi shaxsiy, ma'naviy va u dunyolik omillarni haddidan ziyoda ta'kidlaydi. Bu islom izchil ta'kidlab kelayotgan tangpunglik prinsipiga zid keladi. Binokorlik bog'lug'uchi bir san'at bo'lib, muayyan funksiyaga ega bo'lgandan sirt insonlarning ehtiyojlarini qondiradi. Zid qutbda musiqa bor bo'lib, butkul san'atlar ichida eng ma'naviy hisoblanadi. Binokorlikning bu qo'sh aloyligi uni islomiy san'at sifatida burunla belgilab bo'lgan. Uning islomda mavjud bo'lganiga o'xshash ruhiy va vujudi bor. Uning aloyligi qo'sh ismda aks etadi. Amaliy arxitektura. Ehtiyojlarni qamday binolar ifoda qiladigan tekcho ga qaraganda texmi ko'p ma'no ifodalaydi. Bu shakli uslubiy g'oyasining muqaddasligi nuqtasidan alohida gavdalanadi. Shunlashqa binokorlikni cho'qim funksiyalarga ega degili bo'lmaydi. Bundaq bo'lganda ta'birda zidlik kelib chiqadi. Ma'rifat uyg'utish harakatiga asosan degudek butkul buyuk binokor ustalari san'atkor, rassom yoki haykaltarash edi. Dağlıq İngiliz binokor ustasi Ch. Warren o'xshash vaqtda matematikchi va astronom edi. Warrenning binoları matematika, o'lcham va kuzatishning, ya'ni bilimni bilim qilgan barliq narsaning binokorlikqa qarshi emasligini ko'rsatib berdi debdi izohatda qadrli qarindoshlar. Bu sebepten İslam'ın binokorlik sohasidagi qo'lga keltirilgan zo'r natijalari tasodifiy emas. Ular bir angning, bir ideyaning mahsuloti sifatida o'ttirg'i chiqadi.
Şeyilerinin mukarrer boğan bu iki taraflı hususiyeti İslam mənbələrində mi uçuraydı. Hemmedin avval Kur'an-ı Kerim ve hadiste alaydı gevdilindi. Her biri öz aldığı ilham bilen tecrübe, ebediyet bilen zaman, idiye bilen tedbik, yaki fikir bilen turmuş vekillik kılıdı. İslam idiye endişesi buluştun, bekilek turmuş şeklidir. Kur'an'ın pütkül tefsirlerini hadisini asas kılmayı durup düşengili bulmaydı. Fakat birla hayatının, yani Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının tariflenişi de İslam emeli bir felsefe ve keng dairlik bir hayat şekli sübuteli oturgu çıkıdı. İcma, hemmegi məlum ki, dini bir meselede alimlarının, İmam Şafii'nin karışı pütkül alimlar, Teberi ve Razi'nin karışı umumen alimlarının birdek fikirge igi buluşunu körüstüdü. Serhillik prinsipi san koşulmasa İslam bulmaydı. İcmadı mı hem aksumeklik, serhillik hem de sanlık, demokratik bir prinsip buludu. Bu iki kutupluk tüzümde Mekke şehri bilen Hira önkürümü urun alıdı. Bunlar İslam dini yeni tarqılgan mezgilde zahiri, taşqi yaki maddi hayat bilen dahili, ruhi yaki işki hayat, hareket bilen tefekkür otturusideki ziddiyetki vekillik kılıdı. Mekke bilen Medine İslam'ın ikinci terakkiyat baskıçıda moşukul yosunda terakki kılıdı. Bu holdaki birbirine zid ehval her devirde körülüp geldi. Günümüzde bolsa bunun okşaş zidlik ve birlik din ve siyaset, dini cemaat ve siyasi güruh şekilde körülüdü. En ahiri İslam'ın en mukaddes tragediyilik obrazı boğan şehit, Allah yolunda can koğucu, evliya ve mücahittir. Bu noktada ruh ve kan birliki, yani aslında okşamağan iki tüzümge tebe boğan iki prinsip birleşidir. Kadirli kırındaşlar, tabiatga moyil din degan mazmunni birlikte körimiz. Bu biraz uzunroq mazmunken 10 bet keladigan. Ondan keyin İslam ve hayat degan mazmun bu mu 8 bet keladigan qadrli qarindoshlar, 7 bet. Bunu biz keyingi saatte köysek, bugün biraz vaktimiz kısa olup kaldı, saat 8 olaydı depti qadrli qarindoshlar. Anda olsa Allah'ın özgü amanet, bu derste biz iki kutupluğun birdeki doğruluk mazmununu öğrenip öttük. Tabiatki mail dinni kilerki saat öğreneyli. Allah'ın özgü amanet bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Eğer bu kitap nesile setip edip kürmen desenler, İstanbul'daki kitapxanalarda var. Ali İzzet Bigoğuş'tan şerh bilen garip arlıqıda İslam degen bunun kitabı qadrli qarindoshlar, Allah'ın özgü amaneti.